Ey, kichkina, bog'ga tosh otma. Nega? Oddiy bog'-ku. Ha, bu oddiy bog' emas. Hozir bog'bon alishgan. Ilgarigi bog'bon ancha yaxshi edi. U daraxtlarni yaxshi tushunardi. Va ularga qanday o'g'it berishni va ularni qanday parvarish qilishni yaxshi bilardi. Ammo hozirgi bog'bon na daraxtlarni to'g'ri tushunadi, na ularga to'g'ri o'g'it bera oladi. Daraxtlarni qurt-qumsqalar bosib yotibdi, qara. Agar unga tosh otsang, hozirgi bog'bon seni itlarga yem qiladi. Shuning uchun tosh otma dedim. O'zi, gaplaringiz mana shu bog' haqidamidi? Ha, balki mana shu bog' haqidadir. Balki yur, onam chaqiryaptilar. Onam aytganlar, bog'bon ishiga aralashma deb. Yur.